Assalomu alaykum. Mana bugun navbatdagi obyektimizga keldik. Azamat aka, qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Biz bugun Xonqizi tekstil kompaniyasiga kelganmiz. Bu yerdagi jarayonlar bilan hozir tanishtirib boramiz. Ish jarayonlarimiz yarmiga yetib kelgan. Hozir biz bu yerda HR va VMS qismini qilib olganmiz. Endi ishlab chiqarish jarayonlariga keldik. Bizni kuzatib boringlar. Sabbiy qaror olasiz. Jarayonlarni ko'rib olaylik. Xo'p, bu yerda tekstil kompaniya 5 ta patok bilan mo'ljallangan. Hozircha 3 ta patokimiz ishlab turibdi. Endi sekin jarayonlarni birinchi upravleniya bilan gaplashib, keyin ishni boshlayveramiz. Xo'p, Azamat aka, bitta savol. Hozirgi holatda biz mana ishni nimadan boshlaymiz? Shu haqida ozgina qisqacha tushuntirib bersangiz. Xo'p, birinchi o'rinda jarayonni o'rganib chiqamiz. Endi u hozir jarayonlarni biz audit qilib bo'lganmiz. Audit qilganimiz bo'yicha bularga yashik tizimini qo'yib beradigan bo'ldik. O'sha uchun yashiklarni olib keltirib qo'yganmiz. Endi ish jarayonini kirgizishni boshlaymiz. Undan oldin birinchi upravleniya bilan bitta tanishtirib, ularga ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Endi bizga qiziq bo'ladi. Bundan oldingi holat, ya'ni yashik tizimidan oldingi holat qanaqa bo'lgan bu korxonada? To'g'ri savol berdingiz. Yashikdan oldin bularda 3-4 kishilashib, birgalashib brigada tizimida ishlashgan. Oldin brigada tizim bo'lgan, bitta mahsulotni olib 4-5 kishi tikib, pulini bo'lib olishgan. Bu nimaga olib keladi? Bu sal zona komfortiga tushirib qo'yadi. Ya'ni hamma bir-biriga yaqin bo'lgan odamlar bir guruh bo'lib oladida, undan keyin ishni samaradorligi tushib ketishi mumkin. Chunki bittasi ikkinchisiga qattiq gapirmaydi. Patokda bo'ladigan bo'lsa, 10-15 kishi hammasi bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun ular majburiy bir-birini ishlatib oladi. Shuning uchun hozir keyingi tizimga o'tmoqchimiz. Aha, tushunadi. Bitta gaplashib olamiz. 8 yillik tajribaga ega ePoint kompaniyasi shu davr mobaynida 100 dan ortiq korxonalarni tizimlashtirishga erishdi. Sizga ham bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Biz korxonangizni bepul audit qilib beramiz. Объем kam. Hop. 2. Объем kam. Xodim o'zini vazifasini bilsa-da, masalan, kelgan ishchi o'ylanmasdan o'sha bitta ishini qilsa, shunday tizimga qo'yilsa, qimirlamay ishlasa. Demak, lavozim yo'riqnomalari yo'q. Pul muomalasi. Chiqmagan hisobiga oyliklari tayyorlash vaqtida emas, to'g'rimi? Mana oyliklarni misol uchun biz men rahbar sifatida oylik vaqtida berishga men tayyorman-da, lekin shuni hisobotlari o'z vaqtida emas. Kontrol qayerda bor sizda? Kontrol oxirida endi qaysi hozir yo'q edimda. Yo'q bo'lgan. Yo'q. Oxiri bu ishning oxirimi? Gatoyda, ha. Oldin biz ichkarida yurardik, keyin hozir oxirida. Xo'p. Endi patokdan chiqqandan keyingi braklar ham bo'ladimi? O'shada Dazmoldan yo'q. Patok ichida brak bo'lyapti, to'g'rimi? Tikuvda. ichida chiqqandan keyin. Ha, o'sha tikuvda noto'g'ri tikilyapti. Dazmol noto'g'ri qilib qo'yayotgan joyi bormi? Yo'q. Upakovkada bormi? Yo'q. Nimaga siz bu yerda o'tiribsiz? Nimaga oxirida agar Nimaga tikuvni o'zida emas? 20% patokdan chiqqanda bo'lsa, 20 emas 40 ga chiqib ketyapti deyapsiz. Bu degani 3 tadan bittasi qaytyapti aniq degani. Yo'q, men ishga chiqmayotgandim. O'tgan hafta chiqqanimda o'sha ishlar chiqib bo'libdi menda. Patokda o'sha ish qolmoqda. Shuni hisobiga shunaqa. Tushunarli. Demak, sizni kontrolga band kontrol qo'ysak, ya'ni patokdagi kontrolni qo'yadigan bo'lsak, bu masalamiz hal bo'ladimi? Bu masalani hal qildik. Umuman mana texnolog master ishlab chiqarish uchalasiga bitta gap aytaman. Agar uchta o'zi bitta odam epladigan ish. Misol uchun, lekin bichuvga ham bemalol aralasha olsin, bichuvchini ham boshqara olsin-da. Bizning zakazda olib chiqib keting, kun ayting, bo'ldi. O'sha kunda qilib bersangiz, bizga mana shu yerda o'sha aytgan kuningizda taxlansa, biz umuman aralashmaymiz. O'shanda ishchi xodimlar ham bir kishiga o'rganadi.
hozir endi majbur bo'lyapmiz-da, aralashgandan keyin hamma aralashavergandan keyin xodimlarni ham chaqirib yuborishadi-da. O'shaning uchun bitta haligi mas'uliyat oladigan odam kerak, yasabiyliklar. Xo'p, qarang. Muammo emas. Sizga bitta sirni ochaman. Sir nima desangiz, men bu odam sizga hozir kerak emas. O'zi siri nima desangiz, men 2 ta, 3 ta, 4 ta sexi bor. Hamma xodimini joy-joyiga qo'ygan. 350 tadan sexi bor odamni taniyman. Xuddi sizdagi muammo. Endi ishlab chiqarish rahbarini qo'yaman, bu masala yopiladi deb o'ylamang, yopilmaydi. Ishlab chiqarishingiz bor ekan, bu narsadan dahmazdan qutulmaysiz. Har doim Davalskiga, ya'ni uslugaga berish har doim arzon tushgan. Arzon tushgan. Har doim arzon tushgan. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Siz nima uchun sex ushlayapsiz desa, siz klient olish uchun sex kerak sizga. Bo'ldi, buni kaprizini ko'tarasiz. Ha, u sizdan baribir yaxshi ko'raman-da, ishlashni xohlayman. Bo'ldi, bu demak siz o'zingiz mana shu yerga xohlayapsiz. Sizga masalan muammo bo'lmasin emas, yo'q, muammoga chidaysiz. Endi hop, qanaqa men bu narsani hal qilsa bo'ladi desangiz, ichkarini berib yuborishingiz kerak. O'shanda qutulasiz. Qanaqa bo'ladi? Mana shu rad meniki, mana bu taraf kabinetlar hammasi meniki, u yoq saniki. Shunaqa odam topib bering. Yo'q, kelishsak gaplashamiz. Tayyormiz berishga. Ha, o'shani qanaqa beriladi? Unda ham qonun qoidalari bor. O'sha sherikchilik bo'ladigan narsa bu. Ya'ni faqat oylik degan narsa emas yoki KPI ni o'zi bilan qutula olmaysiz u yoqda. U sizni konkret sherigingiz bo'ladi. Nima uchun? Chunki butun boshli korxonaning muammosini bo'yniga oladi. Chunki bu yerda muammo yo'q, u tarafda muammo bor. Tayyormiz. Ha, ya'ni shu narsani sherikchilikni to'g'ri qonun qoidasi bilan tuzib olsangiz, ko'p ishlab ketasiz. Ko'pchilikni bilaman, anaqadagi ham, Yangi yo'lda esingizda bo'lsa, bratimiz. Ularda ham shunaqa bo'lgan, korxonani bo'ldi, mana 50% saniki degan. 50 yil ishlaymiz degan bitta master olib kirgan. 2 oydan keyin shunaqa zo'r gullab ketgandan keyin, "Yo, to'xta, nima 50% beraman bunga" deb chop bordi-da. Yana oxir oqibatda keyin bizni chaqirdi. Biz aytdik, "Yo'q, bu yerga odam kerak, yaxshiroq odam kerak" deb turib, odam qidirishni boshladik. Oxir oqibatda biz programmani примерно 2 oyda qo'ygan bo'lsak, 4-oyga borib yopildi. Korxona yopildi. Korxona yopilib ketdi. Yopilib ketdi. Nima uchun deydigan bo'lsangiz, bu sizni sohangiz shaxsga tayanadigan sohada, iloji yo'q. Masalan, 4 ta оборудование olib kelsangizda, o'ziga o'zi ishlab tursa, unaqa bo'lmaydi. Shaxs bo'lgani uchun mana bu shaxslar bilan ishlaydigan bitta odam, hamma narsani o'ziga olib turadigan odam kerak. U narsani demak gaplashsa bo'ladi. Endi bunday bo'ladi mana. Eng qiziq bo'ladi shu joy. Oy tugadi mana. Oy tugadi. Keyin tikuvchilar hammasi o'tirgan bo'lsa, u hammasi o'zlariga yozgan. Master nima qiladi? O'zlaridan oladi. Keyin kimdir ko'p yozib yuboradi. U kimdir o'sha mana har safar biladimda o'ylaydida o'tirgan odam. Har safar halol topgan odam ham baribir deydi, hozir guldapam kesib yuboradi deydi-da, qo'shib yozadi. Men o'zi chiqqan realniy aytaylik 1000 ta 2000 ta ish bo'ladigan bo'lsa, 2500 ta 2800 ta bo'lib ketadi. Qaysidir choqlar undan ham ko'p bo'lib ketadi. Keyin nima qiladi? Teng sochib kesib yuboradi, kimdir yig'laydi, siqtaydi. O'shaning orqasidan qayta-qayta ko'rib chiqaveradi, qayta-qayta gaplashishadi. KPI masalasida buni ochiq qoldiraman, chunki bu juda chuqur mavzu. Buni ichiga kirishimiz uchun birinchi hamma narsani mana bu qani mana lavozim yo'riqnomalarini birinchi qilib olmasak, o'zi nimaga KPI beramiz degan narsamiz bor-da. Mana shu lavozim yo'riqnomasini ko'rib chiqib, ha mana 10 ta ish bor ekan, 10 ta ish bu uni fiksiringni oyligi. Demak, mana shu normasi. 10 ta ishni qanaqa norma bajarilishi mana shu fiksa o'ziniki. Endi uni KPI ga o'tkazish uchun sverxu beramizmi? Oshirgani uchun yoki shuni zo'r bajargani uchun fiksani tushirib turib KPI ga bog'laymizmi degan narsalar bor. Uni qilib olishimiz uchun mana bu narsalarni hal qilib olishimiz kerak. Endi ular bilan gaplashilish qanaqa bo'ladi desangiz, mana shu yerda gaplashilganda ham manaqa bor-da. Masalan, haftada bir marta kelasan, bizni bitta to'g'irlab ketasan deydigan bo'lsangiz, oylik beraman deydigan bo'lsangiz, nimadir olish mumkin. Lekin kelib ketganingga to'g'irlab berganingga pul beraman deydigan bo'lsangiz, unda siz o'zingiz bog'lab berasiz. Odam nima qiladi? Ana 3 kun ishlaydigan qilib ketaveradi hamma narsani. Ular juda yaxshi biladi, qachon buzilishini va nimada buzilishini biladi. Va o'sha narsalarni to'g'irlab ketadi, 3 kunda buziladigan. Endi ularga qanaqa KPI beriladi? Bir oyda mana shu mashinkalarni buzilmasligi uchun senga 5 million beraman yoki 7 million beraman. Bir marta kelmasang ham 7 million beraman. Umuman kelma 7 million beraman. Mana masterimiz shu kishi agar bo'ldi, menda hech qanaqa muammo bo'lmadi, bir oyda unda zo'r ishladim desalar 7 million senga shotingga tushadi deysiz.
O'shanda u nima qiladi? Yakshanba kuni keladi, butun sex aylanib buzilmaydigan qilib ketadi. Endi kim buzadigan bo'lsa, keyin aytadi: "O'y, mana bunaqa qilmalaring", o'rgatadi. "O'y, mana buni ignasini boshqacha alishtirasan, mana buni ipini, skorostini to'g'rilab qo'yasan, bo'lmasa buzilib qoladi" bu deb hammasiga o'rgatib to'g'rilab ketadi. Nima uchun? Kelib ketgani o'ziga minus. Kelib ketgani yo'lingni beraman emas уже. 7 million beraman, faqat to'g'ri ishlab tursa bo'ldi. Kelmasang ham mayli. Bu qanaqa dogovor qilinadi? 1 yillik qilib olaman san bilan deysiz. 1 yil davomida 7 million beraman deb turasiz. Endi kelmasa ham pul beramanmi deydigan bo'lsangiz, kelmasa ham pul berasiz. Nimaga? Chunki sizning interesingizda korxona ishlab turish. O'sha narsani endi men 7 million uslovni aytayapman. Uni bitta hisob kitobini olib ko'rasizlar. Chizib beruvdim, o'shani rasmga olib deysizlarmi? Struktura chizganimizda, strukturada birinchi qo'yganman planlama, rejalashtirish bo'limi qilib qo'ydim. O'sha rejalashtirish bo'limi bo'lmasa foydasi yo'q. Rejalashtirish bo'limi bo'lishi kerak. Nimaga? Sizning muammoingiz borligini aytib turish kerak-da. Sizlar qachon ishlayapsizlar? Qachonki muammoga kirib qolganda ishlanyapti-da. O'sha aralashilishi, demak, ertaroq muammo bor deb sizlarga kelsa, mana 3 kundan keyin yoki 10 kundan keyin cho'kyapmiz deb turilsa, siz nimadir harakatni boshlayapsiz. Demak, bu normal holat. Endi buni nima qilish kerak? O'sha rejalashtirish bo'limi bo'lish kerak bizda. Endi sotuvimizni vaqtini ko'rishimiz kerak. Agar eplashsa, ularga o'tkazish kerak shu narsani, rejalashtirish. Nimaga ichkarini ham kontrol qilib berishsin. Ular tikuvchining ustida turish kerak emas. Ключевой 2-3 ta odamni qo'yib beramiz, kimdan nima so'ralishini. O'sha narsani so'rab turib, muammoni vaqtida ogohlantirib turish. Muammoni hal qilib berish emas bularning ishi. Bular o'sha muammoni ogohlantirib turib bersa bo'ldi. Ichkarini hozir nima qila olamiz? Men hozir nima riskka tayyorsizlar? Hozir men nima qila olaman ichkarida? O'sha narsani bilib olay. Hozir butun boshli potok ko'tarib qaytadan tuzishga meni imkoniyatim bormi? Bor. Yo'q, sroklarda, boshqa masalalarda hozir yonayotgan joylar yo'qmi? Endi nima deydi? Baribir bor endi muammo aslida, lekin hozir nima deydi? Bunaqa holatda cho'zilib turgandan ko'ra, bugun o'sha narsani bitta kirishib, potokni to'g'rilab turib, ertadan qilaveraylik ekan. Bir kun kech qoldik, zato o'ylayman, kolleksiya ko'paysa, hozirgi mana cho'zilib turganidan ko'ra yaxshiroq-da. Hozir qilishga tayyormiz. Xo'p, ishchilarning tanaffusi bormi obeddan keyingi? Tanaffusi yo'q, Tanaffusi yo'q. Biz bitta gaplashib olsak, ishchilar bilan, qani bilaylikchi o'zi nima muammo. Endi bularni ketib qolishiga ham nimadirlar sabab bo'ladi. Hozir endi men chaqiraylikmi, yig'ib beraylikmi? Nima uchun men kirganda birdan ishni boshlamaydi deyapman. Muhammad Ali keldi, undan oldin kimdir kelgandir. Bularni ham hozir men kelganimda yana bittasi keldi-da deb turib teskari rezonans berib qo'ymasin deyapman. Bitta bular bilan bitta gaplashib olaylik. Upravleniyasiz o'zimiz. 8 yillik tajribaga ega ePoint kompaniyasi shu davr mobaynida 100 dan ortiq korxonalarni tizimlashtirishga erishdi. Sizga ham bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Biz korxonangizni bepul audit qilib beramiz. Kelinglar, qani. Kelinglar sizlar. Hop, kim qoldi? Hop, 5 minut mana eshitasizlar, ketamiz. Nima uchun mana bu ichkarida rivojlanish bo'lmayotgani, ya'ni bitta ko'tarilib qaytadan tushayotgani, sonlar ko'payib kamayotgani, ish chiqishida muammo bo'layotganini men bitta ichkaridan bilmoqchiman. Ya'ni uni men hozir podpisatsiya qiladigan narsam, ya'ni sizlar bilan ishlashga men tayyormanmi yo'qmi, shu narsani bilmoqchiman. Upravleniya haqida emas hozir masala. O'shani ichkarida nima muammolar borligini bitta gaplashsak. 7-mi, 8-punkt qilib men kiritib qo'yganman. Bu masala o'zi sizlarni bandning oxirida ham alohida kontrolchi turadi, masterimizdan tashqari. O'zi masterimizning vazifalari nima desa, masterimizning vazifalari xuddi siz so'rayotgan narsa. Ya'ni bilmagan joylarni o'rgatib va sizlarni joy-joyida nazorat qilib ketish. Mana bu noto'g'ri tikyapsiz yoki sekin tikyapsiz. Sal tezligingizni oshiring yoki mana bu sifatini ko'taring degan narsani masterimiz qilib beradilar. Bulardan tashqari biz potok oxirida kontrol qo'yib beramiz. Dazmol tayyor bo'lgandan keyin emas, mana shu joyning o'zida muammo bo'ladigan bo'lsa, birdan qaytarib to'g'rilab oladi. Xo'p, boshqa muammo yo'qmi? Kayfiyatimizda muammo yo'qmi? Men bu yerga kelib 30 ta odamning oyligini pastga tortishim kerak emas. Biz nimaga songa pul olyapmizmi? Demak, tayyor songa pul olyapmiz-da. Har bitta operatsiyani tik bo'ldi, pul oldik emas-da. Tayyor bo'lib chiqqandan keyin olinyapti. Baribir kontroldan o'tsa berilyapti. Demakki, u hamma operatsiya o'tib kelishi uchun hammadan o'tib chiqishi kerak.
Bundan bu yog'iga nima bo'ladi? Biz yashikni qo'yamiz, ketma-ketliklarni to'g'rilab beramiz, hammani o'zini joyi bo'ladi va sizlarga berilayotgan masalan o'zingizlarning ichingizlardan bitta norma olamizda. Bu norma nima uchun desa, biz rejamizni qilib olishimiz uchun. Ya'ni bir kunlik qancha mahsulot tikamiz va qachonga zakaz olamiz. Zakazni orqasini uzmasligimiz uchun. Lekin bir-birini kutmaydi baribir. Yo'q, kutmaydi. Pachka uchun Lekin kutmaydi. aralashtirib beraman rangni. Chunki Tushunadi. boshidan ham aralashtirib bichirdim. Chunki har berib yuborganimda aralashib ketsin. Tushunadi. Buni bo'lib berasizmi yo bittadanmi, Rahmat aka? Qarang, o'zi aslida ular ob'yomda masalan Vaqtida bersa, mingtani 3-4 kunda bergan deydi. Hop. Sразу berib yuborardi. U 2-3 haftaga cho'zgandan keyin mingta qilib berdi. bo'lib beramiz. Hop, bular ham demak eski mahsulotda. Ha, bu dvoykani davomi. Bichuvda muammoyimiz yo'q-a, bular eplab beryapti. Ulgurib beryaptimi? Bularda bichuvda qanaqa xatoliklar bor edi? Lekalasida bir xilda Asosan razmerda tushmay ha, qolgan. lekalada keyin ma'lumot olish. Leka. Asosan lekalada. Bir xilda metrni o'lchamasdan bichib yuboradi, keyin biz qayta o'tiramiz. U rulonda necha metr edi? O'zi aslida. Bichuvda to'g'rilasa bo'ladi. Aniqlik kamroq. Kontrol yo'q xolosmi? Kontrol bo'lsa bo'ldimi? Buni o'zim hozir endi zo'rg'a yo'lga so'rab kelamiz. Bo'l tegmayman. Bichuvda kelmaymiz. Bo'l. Lekalda bo'lsa qolgan narsasida muammo yo'q. Yo'q. Lekal. Bizda anaqa muammo. Qarang, sizlarda bor. Yo'q, specialistlarning standartda to'g'ri ketadi. Lekal chiqadi, bitta abrazivlar. Abrazis lekalarni pulga bo'lsa любой narsada bor. Qozog'istonda bor. Qozog'istonda bor. Imенно specialist tikadiganlar, voyenniy formalar tikadi. Anaqani gaplashtirib bering. Mohriddinmidi, kim edi? O'sha kroychisi. Ha. O'sha bola lekalarni ham o'zi qiladi-ku. Bitta gaplashtiringlar, nimadir yordam bera olsa, ana qilib bersin. Bu to'liq summasimi? Aha, to'liq Yo'q. В принципе, yaxshi. Qo'yilishi men anaqada endi menga bergan vaqti bo'yicha qo'ydim. Endi bitta o'sha bittaga bo'lgan vaqtida men bichaman qilaman. Nima uchun menga ishni tez kiradi? Naq berishim bitta bo'yicha qo'yib ko'radi-da. Lekin buniki ba'zan shunaqa qilib ko'radi. Ma'lumotda bu sekin tikish mumkin, kimdir tezroq yoki kimdir sekinroq tikish. Joylantirib ishlardan ham bir ovoz. O'sha mexanikni anaqa qo'yish to'g'ri variant. Hozir bu endi Ya'ni boshdagidan bo'ldi. ishlasa pul beraman deb qo'yish to'g'ri variant. Hop, tikuvda ichkarida birorta odaminglar bormi yo'qmi? Yeng kelguncha. Ichkarida hozirmi? Qo'yishganmi? Yo'q. Mana shu narsani Yeng halol kelguncha yondashib nima beradigan qilamiz? birorta xodimingiz bormi? Hozir bu qiz qilib berganda buni. Boshida Bular. bergan. Yo'q, mana shu yerda ham muammo bor-da. Mana o'zlari ham hozir aytayotgan narsa, mana bu narsani o'zimiz sun'iy o'ynatishgan bu. Sizda sun'iy o'ynatishganning hisobidan mana shunaqa muammo kelib chiqyapti. Siz buni bilmaysiz, mana bu 4-3 deyilyapti. Buni kimdir sekin tikkan. Mana bu narsani sekin tikkanda vaqtni cho'zdirib olishgan. Yo'q, bir kishi tikkan uni. Mastega o'zi O'shani ham bilishyapti-da hozir. Ya'ni o'shanga shubha bor hozir. Tushundingizmi? Xodimlarning ichida shunga shubha bor. Yo'q, uni ishchilardan olinmadi bu hozir. Tushunmadingiz? Xodimlaringiz aytayaptiki, ana sekin tikkan operatsiyani, o'sha uchun zo'r narx chiqyapti. Biz zo'r tiksak ham chiqmayapti, deyapti. Tushundingizmi? O'shanda ishchilarning o'zida muammo, ya'ni ishonchsizlik bor. Bitta xodim topishimiz kerak. Biz ilgari bitta mehnatda yaxshi qilgan Namanganga qo'yamiz. Ba'zan qizil ishlayotsa qo'shib 8 yillik tajribaga ega ePoint kompaniyasi shu davr mobaynida 100 dan ortiq korxonalarni tizimlashtirishga erishdi. Sizga ham bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Biz korxonangizni bepul audit qilib beramiz. Bular kirib bitta o'sha ustida yurib, ichkarini tozalab olmasak, hammasiga bo'lib turib. O'zi shundoq ham brigada ishlashyapti. 4 kishi burchaklarda ishlashyapti. Rahmat.
hozir o'zlariga tezlashinglar degan bilan manimcha ish bitmaydi. Ustida turib kimdir tezlatish kerak. Rahmat. Hozir ichidan bitta odam kerak endi. Qanchada Yo'q, chiqib bular ketarkan? siz chetamisiz endi? 2-3 kun yo'q edim dedingiz. Qarazam akamchi dedi. 5-6 oy yo'q. Qarazam sen Birinchi ishi bor. Bularni ish vaqtidan boshlashimiz kerak-da. Chunki bu yerda bitta yarimta odam постоянно 8 da kelib, Yo, 5 siz ga ketadigan qiyin ish bo'lsa, aytyapsiz-da, men oson ishdan boshlayapman-da. 5-6 ta odam постоянно shu yerda bo'lsa, bularning kontrolni yaxshi ushlab turadi. Men o'ylashim bo'yicha bularda hamma ko'chada yuradi, boshqa bo'ladi, bu yerda hech kim qolmayotganga o'xshaydi. Yo'q, unaqa emas. Boyagi narsa, lavozim yo'riqma emas. O'shanda muammo. Javobgarlik bo'linmaganida muammo. Hamma javobgar bo'lsa, hech kim javobgar emas degani. O'sha javobgarlikni to'g'ri bo'lib olmasak, kimdir yo'q paytida telefon qilib, "Opa, qarab tur" deyish boshqa, lekin bor-ku, qarab turar degan narsa boshqa. U qarab turmaydi hech kim. U hech qaysi biznesda u narsa yurmaydi. O'sha uchun kutuvni to'g'rilab olib, hammani lavozimini bo'lib bersak, o'shanda ishlaydi bu narsa. Marhaba oxirigacha qilib. Keyingisini boshla. Xo'p. Buni tozalab olishimiz uchun kutishimiz kerak bo'ladi. Yangi hozir model kirgiza olmaymiz deb o'ylayapman. Chunki hozir boost beradigan imkoniyatimiz yo'q. Ya'ni nima deydi, nagruzka beradigan imkoniyatimiz yo'q-da. Hozir polniy nagruzka o'zlarida shundoq ham hammasi tikyapti, lekin hammasini oldida 180 ta, 170 ta ish. Buni chiqarib olish uchun kamida 3-4 kundan ishlash kerak bular hozir. Yangi ish kirmagan holatda. Hammasi bo'lib olib, tozalab, uje kam qolganda, mana 20 ta qoldi, 30 ta qoldi degan paytda, keyin biz bolalar uje yashikni birinchi partiyadan kirgizishni boshlaydi. 2 ta, 3 ta odam boshqa ish qilib turganda, boshidagilar yashikni olib kirib oladi. Uje yashikni olib kirib olganimizda biz o'sha bo'shaganni tortaveramiz bu yoqqa. Patokni boshqatdan yasaymiz. Mashinkalaringizni qaytadan joylashtiramiz. Chunki mashinka mana bu buzuqligiga u yoqqa o'tib oldi deyapti, bu patokni yurmasligiga olib keladi. Antiga odamga olib borib berishni endi tasavvur qiling-da, qanaqa bitta operatsiyada u yoqqa olib borib, kim olib keladi uni? Unaqa odamimiz yo'q. Shuning uchun mashinkalarni bu yoqqa to'ldirib, o'sha bir boshdan operatsiya bo'yicha mashinkalarni qo'yib chiqishimiz kerak. Shuni qo'yib chiqib, o'sha bo'shaganni patokni davomiga olaveramiz. Bu yoqda ishini tugatdimi, kelaveradi. Tugatdimi, kelaveradi. Bu birinchi variant. Ikkinchi varianti bor. Bitta patokni umuman bo'shatib olib, yangi ish kirgizib, bularni eskilarni o'zingizlar bir narsa qilib olinglar deyish qoladi. Bitta patok bilan biz yurg'izib olsak, bularni har kunlik oyligini televizor qo'yib ko'rsatib bersak, o'sha keyingilari ham bizga qachon boshlaysiz deb o'tib oladi. Bu osonroq, biz uchun osonroq variant. O'sha bitta patok yurg'izish uchun hozir nima qilsak bo'ladi? Bitta patokni yurg'izishimiz uchun bitta patokni tuzib olamiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Bularni qo'lidagi ishni hozirgisini yozdirib olamizda, berib yuboramiz bularga. Boshqalarga berib yuboramiz. Shunday qilaylik unda. Hozir yangi kiradigan modelimiz tayyormi kiroyda? Tayyor. Ha? Tayyor. Uning uchun qaysi qizlarni olasiz? Mana birinchi patokni o'shitib olaman hozir. Ha, bularni chokini yozdirib bu yoqqa ko'chirib olasiz. Hozirgacha qilgan ishini yozdiramizda, qolganini u yoqqa berib yuboramiz, bo'ldi, yozmaydi. Chunki boshlansa shu narsa. Masalan, hozir aytgan narsa Chunki hozir mana tugasin dushanbaga cho'zilib. Shunaqa. Tabii. siz agar siz aytgan narsa bo'yicha dushanbaga olib ketasiz. Ya dushanbaga ham 9-may dam deydi baribir. Shunaqa. U damgacha ham ulgurishmaydi-da, hali ko'p ish bor bu yoqda. U ishlarni olib chiqib olishimiz kerak. Keyin kontrol stol bormi deb aytdi, qattiq ko'ruvdimmi? Yo'qmi? Yo'q, bizda kontrol. 4,5 bo'ldi. Biz birinchi Bo'ldi, hozir birinchi bo'lmasam, davay ketma-ketlik qilib olamiz. Birinchi masala. Hozir yashiklarga hamma ishlarni to'g'rilab, mana shu yerga olib kelib qo'yinglar. Bu bir. Ikkinchisi, yashikni kirgizgandan bitta-bitta odam bo'shataveramiz. O'shangacha ishlayveradi. Yashik kirdimi, qo'ldagini olib olamizda, yashikni boshlayveradi. Hozir mana sizni yashik tayyorlashga bitta odam beraylikmi? Ha, o'zi bular qilyaptilar, lekin bular menimcha ulgurmaydi, chunki bular hozir kontrolga o'tadigan bo'lsa, bitta 3 ta patokni kontroli uchun bitta odam joyi kelganda kamlik qilib qolishi mumkin. Bu yerda bitta qizni Firuzani olamiz, bu yerda bitta qizimiz bor edi. Mana misol uchun Nastelda kerak bo'ladi. O'zi bichov qilib beradi.
Yashini ham. Nastelda kerak bo'ladi, har doim emasda o'sha 8 yillik tajribaga ega E-Point kompaniyasi shu davr mobaynida 100 dan ortiq korxonalarni tizimlashtirishga erishdi. Sizga ham bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Biz korxonangizni bepul audit qilib beramiz. Bo'ldi, tayyorgan. Faqat nomerlash kerak. Faqat razmer yopishtirib qo'ysam bo'ldi. Da, bunga solingan son bilan anaqa razmeri yashillashni o'rgatib qo'yishimiz kerak. bu hozir anoda kostyum, Kostyum tagida shimi? Yo'q, kostyum emas, ana dvoyka kerak-ku. Ha, dvoykani ranglab qo'yaman. Ha, uni yashiqdan oldin kesib bo'luvdim-da. Nechta solish kerakligini-da. Xo'p, bu nechta narsa qilyapsizlar buni? Necha qavat? Metrga qarab 100 ta 80 ta qilgan bo'lsangiz, 2 ga bo'lib berar ekansiz. shu bitta yashiqqa eng kam qancha, eng ko'p qancha solinishini aytsam, unga qarab solaman-da. Xo'p, qarang. Bitta tushuntirib beraman, yashigiga qanaqa bo'linishini. Yashigimizga nimaga qarab bo'lamiz deydigan bo'lsak, bitta yashikni olganda 180 ta ishim bor, o'tgan seshanba boshladim demasin. Bitta yashikni kamida 1 soatda chiqarish kerak. Ya'ni 1 soatdan oshmasin qilayotgan vaqti. Normamiz nechta? Hozir biz 350 ta norma dedikmi? Demak 350 tani 9 soatga bo'lganimizda har soatiga 40 tadan ish o'tkazar ekan. Demak bitta yashigimizda 40 tadan oshmasin. Ya'ni bo'linayotganda shunaqa bo'linadi. Uni kimdir normani hisoblayotganda sizga aytsin. Bitta yashik 1 soatdan oshib ketmasligi kerak. 2 soat bitta yashikni ushlab qolish bu butun potokni ushlab qolishga to'g'ri kelib qoladi. Kimdir 10 minut erta chiqazib qo'ysa, bu 1,5 soatlik ishni yana 10 minut qo'shilib qoladigan bo'lsa bo'ldi. Ani 10 minut kutib qoladi mana bu chiqishini. Agar biz 40 ta qilsak nima qilamiz? Har doim yonida bitta yashik tashlab qo'yaveramiz unga. Rezerv bo'ladi, keyingisini olib ketish uchun. Shu kamida o'zi ideali 1 soatda ikkita. Ideali 1 soatda ikkita, bu 20 tadan to'g'ri keladi. Lekin hozir men o'ylayotganim 40 ta bu kam. 1 soatga yetib bormasa kerak deb o'ylayapman 40 tani. Shuning uchun sal buni anaqa qilib olamizda, tezlashtirib olamiz. Hozir 40 ta qo'yaylik, 1 soat, masalan 40 minutga tushsa ham bu normal. Yarim soatga tushsa 40 tani, bu zo'r bo'ladi. Hozircha 40 ta qilib beramiz. Shuni bo'lib berasiz bo'lsangiz. 50 ta faqat suvdan chiqarilgan holatdan упаковкagacha bo'ladi. Yo'q, men faqat sizga anaqani tikuvni o'zini berdim. Yo'q, tikuvdan chiqdi degani sizni eng болевой точка, ya'ni узкая горлышко deydi, ani tiqilib qoladigan joy. Patok bo'ldi. Qolganini bu narsa bilan oshirib olsangiz bo'ladi. Dazmol, bitta dazmol qo'shsangiz 2 barobar ko'tarib ketib qoladi ishingiz. Unda muammo yo'q. Xo'p, qaysi rang berasiz shunda? Bu ishlar olingan, shim olingan yo'q, farqlariga mana qo'l tegmagan. Bu tayyor, ha? 2 ta rang. Bo'ldi. Ba'da ham 2 ta rang bor. Bo'ldi. Hozir bitta rangni qilib bering bizga. Bitta rangni o'sha 40 tadan bo'lanib, ha, 100 tami bu yerda hozir yo 80 tami? 150 ta bor. 150 ta bo'ladigan bo'lsa, 4 ga bo'ling. 4 yoshga to'g'ri bo'lib beradi. Ha, siz anaqa o'tiring. Shimi bilan kostyumi bir xil bo'lishi kerak. Soni bir xil bo'lishi shart. Bitta 20 ta operatsiyani bo'lib olamiz. O'shanaqa qilib bo'lib bersak, faqat qiladigan narsangiz o'sha bo'lib berishni boshida qilib berib tursangiz, sifatni kontrolda ushlab tursak, hozircha masalan siz ishni bo'lib berasiz, ishchilarni qanaqa joylashtirishni berasiz. Siz bu yoqdan joylashtirib bersangiz, oxirida sifatni ushlab turadi. Masalan, bitta odamni ani beti borda, u odamni urishsangiz, ani xafa bo'ladi-da, qattiq oladi. O'shanaqa odamlar nima qiladi? Ketadi, deydi, bekardan bekar baqiryapti menga deydi. Endi sizda nima qoladi? O'sha bez, gapirsangiz ta'sir qilmaydigan, o'shanaqa odamlar xodimlar qolib ketadi. Hozir sizda ham shu ahvol. Hozir sizda ham kim qoldi desangiz, o'sha boshqa joyda ish topa olmayotganlar qolib ketgan. Nimaga desa, sizni HR brendinglar buzuq. Ya'ni sizlarni korxona haqida boshqacha gap yuribdi. Endi mana bu narsani biz tizimlarini qo'yib, 2 ta televizor qo'yib, oyligini chiqazib bersak, men sizga garantiya beraman, 2-3 oyga qolmasdan mana shu yerda to'ldirib olasiz. Men garantiya beraman. Xodim har doim bular meni aldayapti. Bular meni aldab ishlatyapti. Bular meni pulim bermayapti. Bular meni oyligimni kesyapti degan xavotir har doim bor. O'sha qo'shib yozadi deganning sababi nima? Ha, baribir kesadi, qo'shib yoz degan narsa bor-da. Bu o'ta noto'g'ri sistemada. Sabab shu, o'sha mana televizorlarni qo'yib, hammasiga ishi zo'r ketayotganini, mana oylik topayotganini bitta ko'rsatib beraylik. Bo'ldi. Bir deganda o'sha yaxshi ishchi ham keladi,
to'g'ri ishchi ham keladi, tushunadigan ham keladi, ish biladigan ham keladi. Sizlar hozir unda olib qaraganda tramplinsizlar-ku, tayyorlab boshqa korxonalarga berib yuboryapsizlar, xolos. Men bunga 5 ta odam berganmiz. Nimaga hozir men примерно 7 taga 5 ta, примерно 13 ta odamingizni olaman potokka ichidan. Tushundingizmi? Hozir biz 23 ta odam bilan qilmayapmiz-ku. 13 ta odamni o'zi bilan ishlayapmiz. O'sha uchun men nima dedim? 7 tasi bu yoqda ishlasin-da, 5 tasi bu yoqda ishlasin dedim. Hozircha shunaqa deb bo'ldim. Endi bu nima deyapti? Orqa liniya qo'yishga 1.2, orqa kaketka ulashga, overlogiga 0.1 deyapti. Demak, bu overlog, to'g'rimi? O'zi overloglar qaysilar ekan? Xo'p, yengam. Mana bu yeng liniya bilan mana buni bitta odamga bersangiz bo'lar ekan mana. Bu nima deyapti? 1.8 ga 0.2 deyapti. Bu yoqqa 2 ta odam berasiz. Mana bunisi bitta odam bo'ladi. Mana bu bitta odam bo'ladi. O'shanda bu teng bo'lib ketadi. Endi hozir bu yoqda 1.2.0.1. Hop, orqa liniya qo'yish, orqa kaketka, bu yoqda oldi liniya, oldi bostirma, oldi liniya overlock, oldi liniya bostirma, yelka ulash, yeng o'rnatish, cho'ntak qo'pinlik, cho'ntak tikish, BPO. Men o'zimni brigadamni hisobini oladigan bo'lsam, men bu ishtonning bitta o'zim tikaman. Bitta o'zim overlockini qilaman, liniyasini tortaman. Lekin rezinka o'rnatish kerak deb vaqtga bitta odam hisoblaganmiz. Chunki Rezinkani o'rnatish. Rezinkani o'rnatish ish emas, opa. Ish emas. Berishi bo'yicha o'sha Mana ularni ishlagan kichkina qizi o'zingiz ketdilar. Ish emasda rezinkasini qo'yadi. Bo'ldi mana. Rezinkasini qo'yadi. Asadbek. 8 ta xodim. Pochasini. Bu yoqda 4 ta xodim. Mana shu bo'yicha 12 ta odamni tayyorlaymiz. Davay. Ketma-ketlikni sirasi to'g'rilab olinglar-da mana buni. Bu tegmasin, bunga to'g'rilab olinglar, mana ketma-ketlik kerak. Mana shu joyi. Bu yoq qismas hozir. Bu yo'qolmasin qog'oz. Davay, tayyorlab olinglar tez. Buni tayyorlab sirasi anaqa chiqarishimiz kerak, pattalarni chiqarishimiz kerak. Aka, bo'lmasam bitta joylashtirib olaylik hozir. To'xtatsin. Bular ikkiga orqa liniyani kim qilyapti? Men mana bu bilan Qaysilari? Ilola qani? Orqa liniya ham keling. Qayerda ishlayapti? Qayerda o'tiribsiz? Siz kelib oling bizga. Bizga o'tib oling. Demak, boshiga bularni qo'yamiz. Bularni ikkinchiga qo'yamiz. Ha. Yengni qilib beradilar. Overlockda kim? Overlockda bu. Siz. Bo'ldi, mana boyagi masalani hal qilamiz endi. Siz 3-chiga o'tib olasiz. Biz 4-chiga o'tkazamiz. To'g'ri overlockni 3 ga olamiz. O'shittasini bu yoqqa suramiz. Suramiz. Bu opaning mashinasi. Ha, bo'ldi. O'zi bitta surib bersak bo'ldi ekan bu yerda. Mashinkani bu yoqqa olamiz. Bolalarni chaqiringlar, bitta bustuvoriylik joylashtirib olaylik. Davay, uni bu yoqqa olib kelaylik, qani. Ha, uni birga qo'ydikmi? Ha, 1-2 bo'lyapti bu. 3 ga qaysi? 3 ga overlock. Overlock mana shu. Stuli bilan bering. Faqat bular hammasi anaqa nastroykalar qilingan, tayyor. Ha, ishlab turgan hozir. Bu shimchilarniki ekan. Olinadi. Yo'q, yana o'xshab qoladi. Shimchilarniki. Ha. O'shanga bitta mexanik deb men birinchidan nima qilganim shunday. Mashinkalar hamma shu. Ishi talab qilinadi. Talab qilishdan oldin bularni sotib berish kerak. Bizda bo'lkada ham 2-3 ta tekstillar bor. O'shadan bir mexanikni jo'natamiz. Chaqiring. Qilib berasiz ertaga. Krishtali uni modelini, joyini topganinglarda bitta maslahatlashasiz. Televizor modelini, ya'ni biz programmaga tushirib olish, tushirib olmaslikni bitta gaplashib olishimiz kerak. Yo'q, narxiga qarab ishlayveradi. Samsung deganini original bo'lmaydi baribir $150 ga. O'sha eng arzondan olasiz, muammo yo'q. Sistemasi. Artel arzon emas. Artel emas. Hozir qizdan kirayotganlar bor. Next bir narsa, xullas nomlari bir g'alati bor. O'shalar ham ishlayveradi. Faqat
Operatsion sistemasida farq bor o'shalarni. Bitta olayotgan paytingiz mana bunaqa sistemada ekan, nima qilay desangiz, bitta gaplashamiz. Gaplashaylik, siz uchun ko'rib ko'rasiz. Ko'rishib ham kelaveramiz. Rostda gaplashing. Hop. Televizorda gaplashmadingmi? Aytdim, televizorni ertaga hal qilib berishadi. Televizorni qo'yib, ertaga jo'natib yuborishimiz kerak. Ya'ni xodimlarning oyligini ko'rsatib jo'natib yuborishimiz kerak ertaga. Hozir bu yerda ketma-ketliklar tayyor, xronologiya tayyor, odam soni tayyor. Hozir yashiklarni, pasportlarini kirgizib, ertalabdan ish kirgizib yuborishadi o'sha. Xudo xolasa unumli kun bo'ldi bugun. Kelyapti? Bo'ldi, ertalab keladi. Ha, bugun keladi, joylashtiriladi. Ha, bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Kattakon rahmat. Ancha mehnatimizni yengillashtirib berdingiz. Nega? Yak. Xudo xolasa, xudo xolasa. Yakunlab qoldinglarmi? Ha, bo'ldi, bugunga tugatdik. Xo'p, bugungi bitta itok qiladigan bo'lsak, bugun upravleniya bilan gaplashib, nima masala qilinishi, hamma narsasini gaplashib oldik, qanaqa yo'ldan ketishimizni qilib oldik. Ichkarida potoklarni bitta potokka ajratib oldik. Bitta potok bo'yicha ish kirgizib, ertaga televizorlar ilinadigan bo'lyapti. Hozir usta akalarimiz gaplashishyapti. O'sha bo'yicha televizor qo'yilsa, ertaga o'sha obeddan chiqazayotgan sonlari, hammasi kechikkanlar, soat, hamma narsasi normalarni ko'rsatib qo'yamiz. Shu bo'yicha ertalab ish kirgizamiz. Ishlarni ham tayyorlab qo'ydik. Yashiklarga olindi. Yashiklarni nomerlab hammasini nomeri bo'yicha ishlarning operatsiyalarni qo'yib, qaysi rang, qaysi razmerligi va qaysi sonlarigacha, yashik nomerlarigacha qo'yganmiz. Endi shu pasport bo'yicha bitta-bitta etaplarni kirib ketadi. Hozir ichkarida ham mashinkalarni ham joylashtirib chiqdik qaytadan. Potok bo'yicha joylashtirdik. Operatsiyalarimiz bo'yicha qo'yib berganmiz. Hozir yashiklarimiz orqaga yurmaydi endi. Faqat oldiga bitta-bitta etap-etap o'tib ketadi. Xudo xolasa ertaga endi jarayonni birga ko'ramiz. Avvalda ertaga xudo xolasa davom ettiramiz. Bo'ldi. Ertalab ko'rishamiz unisi. Bo'ldi, bugunga qaytdik. 8 yillik tajribaga ega ePoint kompaniyasi shu davr mobaynida 100 dan ortiq korxonalarni tizimlashtirishga erishdi. Sizga ham bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qiling. Biz korxonangizni bepul audit qilib beramiz.